Rossiyada o'zbek ayoli bayramni qanday o'tkazadi? Misol uchun, bugun 21-mart va meni kunim qanday o'tadi? Assalomu alaykum. Ismim Kamola, 27 yoshman. 4 yildan beri turmush o'rtog'im bilan birga Rossiyada musofirdamiz. Bayramga kelsak, afsuski bayramlar biz uchun emas, ya'ni musofirlar ishdan bir kun dam olgan kuni bu bayram kuni hisoblanadi. Kunlar odatdagidek o'tadi, ishlamagan bir kuningiz minusga yuradi. Bu ham kamlik qilganday O'zbekistonda uydagilaringiz tushunsa tushundi, tushunmasa qaynota qaynonani xizmatidan qochib ketdi, erxo'r bu degan gapi tagida qolishingiz ham mumkin. Ha, bir tarafdan onangizni sog'inganingiz, yaqinlaringizdan, farzandlaringizdan uzoqda qon yutib, kun sanab itdek ishlayotganingiz hech kimning ko'ziga ko'rinmasligi ham mumkin. Ha, mayli, Alloh barcha musofir opa-singillarimizga sog'lik, kuch-quvvat bersin. Kim nima niyat bilan kelgan bo'lsa, xayrli yakuni bilan yurtga sog', tinch qaytishlik nasib qilsin. Videoni ko'rib ketkizgan vaqtingizga rozi bo'ling. Agar musofir bo'lsangiz, menga obuna bo'lib, kommentariyada sizni qiynagan musofirchilikdagi gaplardan yozing, dardlashamiz. Rossiyadagi musofir o'zbek ayolini kuzatish sizga yoqsa, like bilan podpisatsiya qiling, xursand bo'laman. Rahmat.